Sakrash mashqi. Aynan ko'pchilik so'raydigan savol. Sakrash mashqi bizni ozdiradimi yoki yo'q? Bizni sakrash har doim eng yuqori kaloriya sarflashga majbur qiladi. Atigi 30 soniya bajaramiz, 30 soniya dam olamiz. 10-12 daqiqagacha bajarganingizda tanamiz 500 kaloriyadan 1200 kaloriyagacha sarflaydi. Vazni yuqori insonlar juda ham balandlikda emas, minimal miqdorda sekinroq, ya'ni pastroq holatda sakrashlari kerak. Aynan taningiz agar 3-darajali semizlik holatiga o'tib ketgan bo'lsa, sakrash mashqlarini ehtiyotkorlik bilan boshlash kerak. Juda ham ko'pchilikka mumkin ham emas, lekin sizda sog'lom tanaga ega bo'lsangiz, vazningiz yuqori bo'lsa ham bemalol sakrash mashqini sekinlik bilan 20 soniya, 15 soniyadan boshlaysiz, yarim daqiqani 30 soniya dam olasiz oraliqda. 5-7 daqiqadan to 10-12 daqiqagacha ko'paytirib borasiz. Bu bir kunda masalan 1000-1200 kaloriyagacha sarflasangiz, haftasiga 10 000, 12 000 kaloriya, oyiga bilasizmi qancha kaloriya sarflagan bo'lasiz. Ya'ni ozishda eng zo'r tanangizga oddiygina skakalka yordamida katta yordam bergan bo'lasiz.